Janubqa yurish qismining tashkiliy qurilmasi shundaq edi. Sopaxun qismning qo'mondoni, Abdukerim Abbas siyosiy komissari, Raziyov Damulla keyin Turdiqari diniy ishlar mas'uli. Sovet ittifoqidan avatilgan Iskandar asli ismi Ivan Ivanovich Ivanov va Zakirjan Töre asli ismi Sho'xpur otliq partizanlar atritining harbiy ishlar maslahatchisi. Qurbonjon otliq partizanlar atritining oqsab ta'minotiga mas'ul. Qosimjon Qambiri hukumat xizmat o'mikiga mas'ul bo'ladi. Urush davridagi umumiy qoidaga ko'ra harbiy harakatlar haqidagi qaror qo'mondan tarafidan chiqariladigan bo'lsa-mu, ma'muriy amaldorlar Sopaxonni to'sib qo'yadigan ahvollar bo'lgan. Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumatining vakili sifatida Qosimjonning oxirgi qarorlarini tasdiqlash kerak bo'lsa-mu, Sovetdan kelgan maslahatchilarning so'zi besib ketgan. Ondan komandan o'z askarlariga ikki taraf orasidagi kelishim, bitimdan g'arazlik xabar berib, yaqin orada bitim ruhiga asosan milliy armiyaning chekinadiganligi, ularning o'rnida mustahkam turishi kerakligidan ogohlantirgan bo'lsa, bizninkilar bitimga sodiq bo'lish avorchiligida nurg'un qurbon bergan. Buningdimi Sovet tarafining yuzsizligi muhim sabab bo'lgan. Chunki ular maqsadlariga yetgachga endi bu xalqning nima bo'lishi bilan kori bo'lmaydi. Shunga ular o'z satchiligini yepishning ko'yida bo'lgan. Sovetning qo'li bor degan gumonga isbot bo'ladigan aslahalarni yig'ishtirishga oldirgan. Hatto bu tufayli milliy qism qurolsizlanish xavfiga qolgan. Milliy armiya bo'lgan yerda xalqning muhabbatiga erishganligi, yordamlar, fidoi bo'lib o'zini ma'lum qilishlar kishini haqiqatan ta'sirlantiradigan milliy ruh namoyandalari edi. Shundaqla har qachon bo'lganidek bu qitimmi cho'ng kelkun o'tib ketganda nomardlik bilan xalqdan o'ch elish, keng ko'lamlik qatliamlarmu dushmanning tabiati o'zgarmaydiganligini, qandoqdir bitim degandek quruq gaplardan qat'iy nazar dushmanning yanila dushmanlikla qiladiganligini isbotlaydi. Əmgəklərimiz bək eğir idi. Yeyvatqan tamaqımızga baqqanda buni texmi eğir deyishga bo'ladi. Bir to'qqursoq odamgami eğir kelgudek ishlaydiq. Kechkuzdan boshlab ya qetib ketgachga ketmanni yerga chapsaq osmonga qonqib bakmi qiynaladiq. Toki to'nqatlamni yerib ostiga o'tganda ondan bir oz osonlashadi. Harbilarga to'pi usub ambaning dambisiga to'shiydiq. Bir odam shoti ot bo'ladi. İki yandoq va oqisidan ikki odam ittiratdi. Damba egizligancha liq to'pi usulgan harbini damba ustiga chiqarmoq oson bo'lmaydi. Bu chaqda oldidagilar aski oyoqlarining tapini bilan yani jijab kichikkina qinoq hosil qilib tirajaydi. Oqidagilar chaqtin mudrab tirkishadi. Har qitim ustiga chiqmoq ana shundoq bir jang, bir operatsiyaga teng edi. Bunun uchun to'pi usqan yerdan qancha tez kelalsang, shu energiya bilan bak qiynalmasdan ustiga chiqa olayding. Bir ozli suv davridingmi bo'ldi. Davonning qoq belida turib qolib, oldiga ittagancha oqisiga dojishqa boshlaydi. Bundaq chaqlarda pam bilan oqiga yondirib, boshqadan tez yugurib kelsa yana bo'ladi. Ammo buni gundupaylar ko'rsa, qasdan vaqt o'tkazish uchun qilyotidi deb qarab jazo beradi. Shunga doimli keyniga yenib boshqadan kelish mumkin emas edi. Bir kuni qor uchqundab turadi. Yerlar to'ng bo'lgandan boshqa doimli odamlar dastlab turadigan yerlardagi qorlar oyoqlarimizda va chechilgan to'pi bilan erib g'iltonglashib ketgan edi. Bir guruh harvikash harvini so'rab dambiga qarab yugurdi. Ular ha-hu bilan cho'qon selib o'z-o'ziga madad berib yuguraydi. Birisining bir oz teyilib ketishi bilan qadami ostilab qilib, harva dambining qop belida turib qoldi va asta-asta keyniga yenishga boshladi. Keyniga yenib qayta kelishga bo'lmaydi. Eng payli yomon gundupay ustida qarab turadi. Shunga ular tirajab chiqarishga tirishadi. Qerishqandek oldiga siljimaydi. Kechga yaqinlashgan bo'g'ashqa odamlarning maqdurimi tugab qolgan. Kuchiganning foydasi yo'q edi. Atrofdagilardan bir necha ilan yordamga tamshalgan bo'lsa-mu, gundupayning sesiq gapi bilan ular o'z ishiga kirishdi.
Mana shu chaqda Harbining oqisidan ittirayotgan oliy maktab o'quvchisidan biri chaqni mo'ridab Harbini to'xtatib olishga tirishgan edi. Kuchaverib ballari bo'shab ketgan boshqa hamrohlari chorasiz o'zini qo'yibdi. Eng az 500 kilo to'pi besilgan Harva bichora yigitni mo'risidan bosqancha keyniga yenib, uzoqqa to'pi usub o'rak bo'lib qolgan bir yegichi ketdi va o'rakka mollaq etib to'xtadi. Harva chaqining ostida qolgan yigit ochiq bir ingrab o'ngdisiga o'rildi-da, jim bo'lib qoldi. Men ko'zimga hech nima ko'rinmasdan dambaga qarab mangdim. "Oqonga yon, o'z ishingga qara!" deb popozi bilan vaqirdi Gundupay. Ammo uning vaqirashlari qulog'imga kirmaydi. O'zimni xatarga etayotganimni his qilmaydim. Atrofdagilarning hammasi qo'llaridagi saymonlarni tutqunicha men bilan Gundupay orasida bo'ladigan jidalni kutib, ün chiqarishmay turadi. "Hammang ishingni qilish, bo'lmas tayoq yeysan!" Gundupay vaqirdi. Bu qiyachiyalar bilan yaqin atrofdagi Gundupaylarmi yugurishib kelishdi va vaqani ko'rib bilgandan keyin mulki birning bo'lgan bo'lsa, buning mas'ul odamlarning jili ko'paytiriladi. Biringlar Harvini tekshirib beqinglar, dedi. Bu chaqda men dambaga yetib berib, yerda daliyib yotgan yigitga engishgan edim. Oqamdan beshimga shiddat bilan bir tasma zarbisi tegdi. Ammo shu an u yoqdan "Qo'lingni tat, hayvon!" degan jarangliq ovoz anglanib, ikkinchi zarbiga ko'tarilgan qo'llar bo'shishib tuvan tushdi. Bu qarshilik ovozi Matqosimning edi. Oqidan bir necha ovozmi uningga qo'shildi. "Odam o'lyapti demeydi, odam, insofsiz go'ylar!" Men yigitning beshini yo'ladim. Uningda ojiz bir tiniq badek qildi. Hech nimaning rohatini ko'rishga ulgurmagan beyg'u bor, ammo horg'in ko'zlari bo'g'izlangan qo'zining ko'zidek qetib qolgan edi. Ongacha odamlar tushma-tushdan o'lashdi. Gundupaylar bu qadar ko'p odamga qarshi qo'pol usulning foyda bermaydiganligini bilib jim bo'ldi. Gundupaylar boshlig'i Xitoy kech kirib qilayotgan bu paytda chatoq chiqsa bir muncha parakandichilik bo'lishini mo'lcharlab haromzodlik qilishga boshladi. "Jinoyatchi bo'lsa-mu, yanala odam emasmi? Mushundaq muomala qilgan bormi? Bizning go'mindangdan nim farqimiz qoldi?" deb o'z qo'l ostidagi Gundupaylarga qo'ydi va "Ko'pchilik kechmi kirib qopti. Ishni yig'ib qaysanglar bo'ladi. Har kim o'z sepiga berib, kundikidek qaysin. Yardani biz bir necha yildan doktorga elib boramiz." Men Xitoyning nima deb nima o'rinlashtirayotgani bilan mukarim bo'lmay, balini bilaklarim ustiga elib, ko'tirgancha pastga elib tushdim. Birlari to'pi to'shiydigan harvilardan birini tayyor qilib tutib turibdi ekan. Harviga qo'ydim. Ondan Harvining oqisidan ittirib mangdim. Beshimda bir tuman kezatdi. Atrofda bo'layotganlarni anqirib ketmaydim. Bir kamda biz tushlik tomoq yeydigan yerga kelganda qaradimki, balaning og'zidan bulduqlab qon keldi. Balaning yeng'oq tomiriga qo'limni tegdirib baqdim. Nafsi to'xtabdi. Shu chaqdala ixtiyorsiz orqamga qaradim. Hamma odam xuddi meyit uzutib, jinoza oqisidan kelayotgan hozidalardek kelib etibdi. Bala jon uzdi ko'pchilik. Endi mush to'pimiz bilan meyitning namozini tushirib etib, ondan kessak, dedim xirildab. Ovozim eng yaqindagilarga aron anglangudek edi. Ular orqadagilarga shivirladi. Bu xabar birdamdila minglagan tutqunga ulashdi. "Qayaga ko'mimiz? Ya ko'stonlar, birlari yerlik o'lsin", dedim Gundupaylar boshlig'iga. Xitoy javob kutib, butun sap bo'yicha turgan odamlarga qarab, chiroyini purishtirib, chorasizlik bilan janub tarafimizdagi kichik bir to'pilikning bag'ridan shig'illiq yanto'liqini ko'rsatdi. Yosh yigitlardan bir nechisi bas-basda ishlab, nihoyat tezla yerlikni bittirdi. Ko'pchilik o'mlikning kuchini hayvitini ko'rsatdi. Meyitni Harvidan tushirdik. "Apandim, meyit deganni yuyib kepanlaydigan bo'g'iydiq", dedi oldi saptikilardan biri. "Shahidlar yuyib tarolmaydi. Uni farishtalar qiladi. O'zining kiyimi bilan ko'mimiz", dedim. Mening imomligimda jinoza namozi o'qidik. Yigit 10 gulining birimi echilmayla tuproqqa qaytgan edi. Bu mush maydondagi tunchi qabr bo'lib qoldi. Keyin chorasizlikdan yo'l qo'yishga majbur bo'lgan Xitoylar bu ishning hisobini elishga boshladi.
Сәпнің алдыда актив harakat qilgan yoki bir eg'iz qarshi gap qilganlarni bir-birlab chaqirib so'roq qildi. Matqasim qarshi gap qilib bek ko'zga ko'rinib qolg'ashqa uni chaqirib so'zlashdi. Matqasim so'zlashdan qaytib chiqqanda uning yuz ko'zi ko'kirib, beshining yerilganligini ko'rdik. Uningdan nimalarni so'raganligini surishtirishning hojati bormidi? Ular so'zlashimiz deb akirib urgan xolos. Keyin meni chaqirdi. Mendan bu yerda jinoyatchilarni tashkillayotgandikan degan gumonni qiladigan-dek turdi. Ularning so'ragan savollari shu mazmunda edi. Nemishki chaqirganligimizni bilamsan? So'zlashimiz deb chaqirdinglar. Nima to'g'risida so'zlashdiganligimizni bilamsan? Buni texi demidinglar. Seningcha nemishki chaqirgandiq? Paraz qilib o'ltirmasam-mu heli deysizlar-ku chaqirgandikan. Kadir beshin chayqab qo'ydi. U naqadar xubsan nemisan-a degani edi. Bu chaqda yana bir g'alcha asta yenimga surilib, beshimga sat noqib. To'liq xubsanlik qilma, hammani bilamiz, dedi. Gap qilmadim. Kadir rasmiy gap ko'tdi. Sen jinoyatchilarni qarshilik ko'rsatishga tashkillayapsan. Paket. Odatda bir to'p odam sening atrofingdalar. Bu o'zligidanmi? Av kuni hodisa yuz berganda ogohlantirishlarga pisand qilmay, xiyolingga kelgin harakat qilding. Sening orqangdan jinoyatchilarning hammasi agashdi. Atrofimdagilarning nimishqa menga yaqinligini o'zlaridan so'rasanglar yaxshiroq. Mendan so'rasanglar, men odatda zaharxanda emasman. İnsanlarga yaxshilik qilsam-ken deyman. Ular shunga menga yaqinlashgandir. Avu kunni kechda men ularga orqamdan akishga chaqiriq qilmaganligimga o'zinglar guvoh. Men faqat hodisaga uchragan odamga ichim og'rib, uni tezroq doktorga aparish uchun ixtiyorsiz harakat qildim. Sen zaharxanda bo'lmasang, kishilarga yaxshilik qilish qo'ydili bo'ladigan odam bo'lsang, bu yerda nima qilasan? Qandaqsiga xalq dushmani bo'lib qolding? Bu yerdagilarning hammasi xalq dushmani ekanligiga ishonmayman. Men nimishqa bu yerda? Buningga sizlar javob bersanglar, texmi to'g'ri. Shu kunki qutratqa harakating intayin xatarlik. Bu masalani yavaşlik bilan topshir. Buni isbot qila olsanglar, bo'ynim qildi bog'liqlik. O kun kishini qandoq tushundirsan? Buni tushuntirib bo'ldim. Ammo sizlardan ba'zilar shu chaqda odam o'lsa harvisaqmi degandek rahimsiz gaplarni qildi. Buni sizlar qandoq tushundirsizlar? Kompartiyaning siyosati shundoq deyalamsizlar? Partiyamizning siyosati undaq emas. Kompartiyaning Gomindan aksiyachilaridan nima farqi? deb so'radim. Mening nazarimda hech farqi yo'q. Hatto texmi yavuz. Ammo ular o'zlarini bek shafqatli deb sifatlaydigan bo'lg'ashqa shu davrini yuziga silib foydalanishim kerak edi. Jinoyatchilarga insonparvarlik bilan muomala qilib, ularni qutqizib olish prinsipi bormi yoki ularga qullardek muomala qilib, nim bo'lsang bo'l deydigan siyosat bormi? Shundoq qilib, ularni men sotlashga boshlagan edim. Heliqi g'alcha chidab turolmay vaqirdi. Bu yerda sen jinoyatchi, savolni biz so'raymiz. Sen bizga kompartiyaning siyosatidan dars o'tmoqchimi? Gap qilmay tur. U degan yuqori darajalik ziyoli ham yuqori darajalik rahbariy kadr bo'lgan odam emasmi? Ma'rif nazorati bo'lgan-ku. Uning odatdagi jinoyatchilarga muomala qilgandek muomala qilsang, tumshuqingdan ilinib qolasan, deb tanbih berdi Kadir Gundupayga. Gundupay shundala menga bir oz qiziqish bilan qaragandek qilsa-mu, yanila petidan tushkisi kelmay meni silkishladi. Kadir bilan ikkimiz kompartiyaning mohiyatlik taraflari haqidagi bas munozirimizni xeli davom qildik. Men odatda kommunistlarning aldamchilik uchun taqatgan chiroyli siyosat prinsiplarining hammasini bu yerda mudofaa uchun apchillik bilan foydalandim. Bu prinsiplarni kompartiya o'zi e'lon qilgan narsalar bo'lg'ashqa, kadrlar uni inkor qilolmay og'zi besiqdi. Men bilan bo'lingan suhbat har holda xeli tinch o'tdi. G'olchining bir aqitim qo'li tekkini, silkishligini hisobga olg'uvchiligi yo'q odatdagi kishi edi. Her holda bu ish haqida chaqirilib tayoq yeganlar 20 dan kam chiqmaydi. Ish qilib, ashu maydonning janub tarafidagi to'pilik bag'rida paydo bo'lgan tunji qabrining ustidagi tuproq texi namlikini yo'qotmayla yengilari qo'shilib turdi. Her zaman ish vaqtida bo'lgan o'limlar uchun jamoat bo'lib namoz tushirib, dafn qilishni odatga aylantirdik. Yana bir qaytimda ambar to'smasi uchun to'piq qeziyotganda üstüge tashlab ko'mib etilgan 30 dak jasad ichilib qoldi.
Buni bir qabristonlik deyishga bo'lmaydi. Chunki jasadlar usti-ustiga o'ng-ta'tir tashlangan edi. Aralarida kichik bolalarmi, ayollarmi bor edi. Gerçi allaqachon chirib, ayolni ayrig'ili bo'lmasimi, ularning tex chirib bo'lmagan kiyimlaridan aralash ekanligini jazm qilg'ili bo'ladi. Kichik bolalarni farq etish oson edi. Kichik bolalarning 2 yoshdan 10 yoshgacha har yoshlikisi bordek edi. Bu hol yana bir muncha g'ulg'ulga sabab bo'lib, tutqunlar ishlarini qo'yib, hammasi o'rak beshiga o'lishib oldi. Bu dahshat oldida odamlarda yana bir turlik jondan kechish, qoshiyish kayfiyati paydo bo'lgani uchun gundupaylarmi tirkashmidi. Shu chaqda gundupaylarning chaqirishi bilan yetib kelgan lager boshlig'i ko'pchilikni taqilishga, ozroq odamni jasadlarni takrar ko'mishga o'rinlashtirdi. Bu ish tekshirildi. Xotirjam bo'linglar. Ishonimanki, bu zulmatli koni jamiyatda azguchilarning o'tkazgan sonsiz jinoyatlaridan biri bo'lishi mumkin, dedi u kommunistlarga xos aldamchilik bilan. Jasadlarni ratlab ko'mishga 4 odam qolsin. Boshqalar o'z ishinglarga qaytinglar. Biz bu ishni tekshirib, voqeaning sababini tepib chiqamiz. Sizlarga xabarni beramiz. Normalda o'likdan qo'rqadiganlar ko'p bo'lg'ashqa, hamma odam orqaga dojib, menga niyatimga yarasha bir fursat chiqdi. Jasadlarni ratlab ko'mish ishiga men qoldim. O'rakka birinchi bo'lib sakrab tushib, biror yeb uchi qo'lga tushirish uchun usti-ustidagi jasadlarni, to'g'risi iskeletlarni elishga boshladim. Ba'zilarining beshidagi do'ppilaridan biror parchasi ko'rinib qoladi. Ammo qo'liga og'ichlar uvilib ketadi. Keyin men bir jasadning yenidan tamaki o'rash uchun qatlangan gazet qatliqini tepib oldim. Bu bek muhim edi. Darhol uni yanchuqimga tiqdim. Boshqa hamrohlarimning diqqat qilmagan fursatida gazetni obdaroq joylashtirib oldim. Hozir ko'ranmaydim. Kechda yotoqda bundoq fursat bo'larmikin? Yana boshqa yebuchi tepish urinishlarim bekor bo'ldi. Kiyimlarning parchalari saxta ko'rinsimi, qo'lga og'ichlar uvilib ketadi. Ularning hammasi Uyg'ur ekanligini kiyimlaridan ko'rgili bo'ladi. Ertasi har sulaxonalar bo'yicha 1 soatcha majlis bo'ldi. Bu fojialik jinoiy paket haqida gap taqilib ketishning oldini olish uchun oldin faraz qilinganidek bu jinoyatni Gomindan aksiyatchilik qilgan ekan degan yolg'on ma'lumotni xuddi tekshirish dokladini yetkazgandek kishilarning quloqlariga qo'ydi. Ammo jasadlar shu hamonla ko'mib etilgan tursa, kimlar qaysi chog'da tekshirdi? Qip-qizil aldamchilikda bu. Oqshimi gamining ichidagi qorong'uchilikda hech nima ko'rilmaganlikdan talog'i chiqib, u yoqdagi qorovulning chirig'ining gami eshik tarafga tushgan nurida yilqi gazetni ko'rib beqish uchun oldim. Gazet sarg'ayib ketgan bo'lib, qatlagan yerlarini har qancha avaylasammu qatlaqlardan ushtilib ketdi. Shundoq bo'lsa-mu, har parchaning oldi oqisiga sinchilab qarab, biror yeb uchiga erishish uchun tekshirdim. Arada bir parchaning ust tarafida 4-oyning 23 deganlarni ko'rdim. Ablah, yili bo'lsa-chu. Ammo normalda gazetlarda vaqti har batning ustiga yozilganligini nazarda tutib, uning oq tarafini tepishga tirishdim. Nihoyat oqisimi bor ekan. 1952-yili deganlar ko'rildi. Demak, bu 1952-yili 4-oydagi gazet ekan. Bular 4-oyning oxirlaridan 5-oyning boshlarigacha oralig'ida o'ldirilgan bo'lib, kommunist Xitoyning qatliamlaridan Jallod Wang Jin qo'shinlarining jinoyatlaridan biri edi. Men gazetni saqlash uchun yotiqimdagi bo'xchamning orasida bir kommunist kitoblarining orasiga qistirib qo'ygan bo'lsam-mu, parakandichilikdan qutulmagan hayot musofamda uni bugungacha saqlashga imkon bo'lmadi.